Tillalaringizni ko'rib chiqdim. Hammasi yaxshi tilllar ekan. O'zi nima hisobda o'siz aka, shoshilyapsiz ham. Aka, sinimni yuragi og'rib qoluvdi, operatsiyaga pul kerak edi. O'shanga Operatsiyaga kerak bo'lyaptimi? aka, uydagilar hammasi mana shu tillarni olib chiqib berishdi. Mana bu dodamni kumushlari bo'ladi, hayotda qo'llaridan yechmaganlar-da. Mana shu dodamniki, mana buvimni bilak uzuvlari edi. Buni ham qo'llaridan shunday yechib berdilar. Mana shuni ham qimmatroqga sotib kelgandim. Shunga o'zingiz bitta qimmat hisoblab bering aka. Tezroq hisoblab tashlaysiz, o'zi shoshilyapsizmi, menimcha? Shunaqa aka endi. Pul kerak edi hozir. Tillalaringiz bor ekan, ikkita 1277 ekan, minus 403. Xo'p, bularni aka 1.50 mingdan qilib beraman, 17.640 ming bo'lyapti. 17.700 yozamiz aka. 17.700. 17.700 yozsak, mana bu yana ezilib ketgan o'z lomlaringiz bor ekan-ku. Ha, yo'q, aka, bular qanchadan bo'ladi endi aka? Ezilib ketgan ekan. Lom hisobida 980 mingdan qilib beraman aka. 1295 980 mingdan qilib beraman. Qimmatroq hisoblab beravering aka o'zingiz. 12 million 700 yozamiz deydimi? 12 million 700. Xo'p, endi mana bu aka probasi boshqacharoq tillingiz bor ekanda. Necha ekan aka mana probasi? 750 proba ekan. 750. Buning grammi necha pul bo'ladi aka? Buni aka 1 million 300 dan qilib beraman sizga. Xo'p, 1759 1 million 300 dan qilib beraman. 22 million 860 22 million 900 yozamiz buni. 22 million 900. Mana bu endi kumushlaringiz qoldi, kumushlaringizni hisoblaymiz. Aka, kumushlar hammasi zo'r, lekin holati ham, kachествоsi ham hammasi zo'r aka. O'zingiz bitta qimmat hisoblab bering. Akkuratni taqilgan kumush degan. Mana bu toshi bor, 2 gramm minus qo'yamiz toshiga. 113.97 minus 2 gramm minus qo'yamiz. 111.97 bo'lyapti. Bularni grammini 12 mingdan qilib beraman aka. 12 mingdan hisoblaysak 1 million 350 ming, 1 million 400 yozdik shuni. 1 million 400 yozib olamiz. Shunda 54 million 700 bo'lib qolgan aka. 54 million 700 bo'lyapti aka, to'g'rimi? 55 qilaylik aka, shuni tekis qilib, men pul zarildi aka. Sinimga bo'lmaganda bunaqa talashmasdim lekin. Ko'rdingiz o'zingiz, rosa qo'shib hisobladim lekin aka. Mayli aka, shuni tekis qilib beravering aka, qimmat hisoblaysizlar o'zi. Qo'shib ketdim-da o'zi aka. Mayli aka, shuni tekis qo'yaylik. Yaxshi narsaga ketyapti aka, anti sinim yotibdi-da, просто mazasi yo'q. Operatsiyasiga ketyapti. 55 qilib berasizmi aka? Rahmat aka. Xo'p aka, mana bu yerda 20 million. Mana 30 40 50 mana yana 5 million aka. Bo'ldi aka, sanamani sizlarga ishondim aka. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Charchadim.